Azizlar, 3 xonali domni puliga 4 xonali Allohning nazari tushgan juda ham fayzli kir bilan yashaydigan uyimiz sotuvda. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. Mana 155-xonadonimiz bugungi kunda sotuvda 3 xonali emas, azizlar, 4 xonalik Kurmanjan Datka ko'chasidagi Kirgizskiy domimiz juda ham bir arzon narx. Azizlar, mana uyimizning ichki qismlari, men turgan joy hol bo'lyapti. Azizlar, mana zalimizdan boshlaymiz. Eshikda kirganda ro'paradagi zal bo'lyapti. Azizlar, 4 xonali remontlarimiz o'rta holatda, bular o'zlari yaqinda kelib qoluvdi ekan, buni zudlik bilan sotish kerak bo'lib qoldi azizlar. Azizlar, butun o'shni ko'ryapman, qaranglar. Oho, mashalloh azizlar. Men yo'lda bo'yiga qarab turgan bu domimiz azizlar, mana ro'paramizda avangard, kebab saroylar juda ham mashalloh, atmosfera, manzarani qaranglar azizlar. Xo'p, mana bu birinchi xonamiz bo'lyapti azizlar. Buni ham bitta spalniya qilib qo'ygan ekan akamiz chiroyli qilib. Mana bu esa katta, mana mashalloh zal bo'lyapti, qaranglar azizlar. Kirib yashay olasizlar. Yana qaytadan remontlari o'rta holatda, bular o'zlari yaqinda kelgan sababidan remontini unaqa yaxshi qilmagan, hozir sotish kerak bo'lib qolibdi. Biz zaldan chiqdik, ya'ni ikki xonani ko'rib chiqdik. Mana bu mashalloh kuxnyamiz bo'lyapti. Qaranglar, udobstolari yaxshi. Domlarda bilasizlar, issiq suv, sovuq suv, yana keyin buni baland etajda azizlar, hammalar bilasizlar, suv napor bilan chiqarib beradi. Eng qiziq achinisi zo'r bu 12-13 etajlarimizni remontlariga e'tibor qilmanglar. Bu 3-xonamiz bo'lyapti. Qarang, bu yerdan bitta spalniya ekan. Men patologlari, akalar o'zingizlar bilasizlar, arzimagan pul ketadi. Bu domimiz juda ham arzon chiqdi. Natijada qilib olasizlar. Va ya'ni mana bu men turgan xona detskiy spalniya bo'lyapti. Xohlasanglar bu yerda bizroslik qilib turib, keyingi xonasini detskiy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Azizlar, 4 xona mashalloh. Sabrim chidamay ketyapti. $80,000. Ha, pulni aytib o'radim, $80,000 yana ozgina kami bor azizlar. Qolganlarini ko'rishda davom etamiz. 4 xonali uyimizda ikkita sanuzul bo'lyapti. Bolonisi qaranglar, mana tutgan ekan sanuzullarimiz. Bu ikkinchisimiz jinday remont talab ekan, chastishni remont qilish qolibdi. Bu yerda ikkita sanuzul azizlar. Oho, yana bitta aynagimiz bor ekan, juda ham katta. Hech ham bu uyda zerikmaysizlar, mashalloh, qaranglar. Ves o'sh ko'rinyapti. Bu yana bitta xonamiz bo'lyapti. Ona zalimizga o'xshab juda ham katta xona ekan azizlar. Asha aytganimizdek, ozgina remont talab azizlar. $80,000 ga bunandaqa lokatsiyada, bunandaqa pulga, bunandaqa 4 xonali ola olmaymiz. Bu domimiz Qirg'iziston O'sh shahri Kirgizskiyda joylashgan va ya'ni Kurmanjan Datka ko'chasida azizlar. 12-qavatda 4-xona, 4 ta xonasi bor azizlar. $80,000 ozgina kami bor. Juda ham qaranglar, tutgan dom azizlar. Eski plashatkalari bor. Kirib yashaydigan hamma sharoitlari bor ekan. Azizlar, srochni murojaat uchun raqamlarni yozinglar. 0557 bilan 073859. Qaytaraman, 557 bilan 073859. Azizlar, ko'rib turganlaringiz eski Anjan ko'chamiz hozirgi kunda Kurmanjan Datka ko'chasi bo'lib qoldi. Qaranglar, asparlar bo'lgan, mashalloh. Bizni domimiz bugungi kunda sotiladigan $80,000 domimiz azizlar 12-qavat bo'lyapti. Hamma aynaklari ham, balkonlari ham katta ko'chaga qarab turgan azizlar. Juda ham zo'r lokatsiya.